Eng yeni xush xabar. Milliy madaniyat meroslariga varislik qilishni qiblanoma qilgan, o'zini milliy til yoziq tadqiqotiga beg'ishlagan o't yurak qadrli qarindoshlarga ma'lum bo'lsinki, Uyg'ur xattotlik san'atining bayroqdori, Dunyo yoziq san'ati jamiyatining faxriy raisi, Jungo xattotlar jamiyatining kengash a'zosi, Avtonom rayonlik xattotlar jamiyatining doimiy muavin raisi, Davlatlik birinchi darajalik go'zal san'at ustozi, doktor ustoz xattot Niyoz Kerim Sharqi apandining ozkam 60 yillik xattotlik hayotining namoyandasi bo'lgan Uyg'ur xattotliqi qomusi Şinjan Ma'arif nashriyoti tarafidan nashr qilindi. Rangdor varaqli qattiq muqobiliq 2 tomdan tarkib topgan esil qopchiqqa qachalangan bu qomus hammamizga Uyg'ur xattotlik san'atining huzurini beg'ishlaydi. Bu qomusga nurg'unlagan koni yangi xat nusxalari, dalillashdan o'tgan mukammal xattotlik nazariyalari kirgizilgan. Bu jihatda u xattotlikqa herisman har millat havaskorlarga eng qolaylik o'rganish qo'llanmasi, xattotlik gulistonining parvishkorlariga eng yaxshi o'qitish dasturi bo'la oladi. Bu qomus 18 bobdan tashkil topgan. Her bir bobdagi mazmunlar Uyg'urcha, Xanzucha, İngilizce tillarda tanıştırılgan. Bu jihatda u Uyg'ur madaniyatining gul tojisi bo'lgan xattotlik san'atini xalqimizga omumlashtirib qolmay, uning ta'sirini elimizga va xalqaroga kengaytiradi. Bu qomusga hikmatlik maqol, fasohatlik she'r, o'lmas ot so'zlari bilan qanotlangan nodir xattotlik asarlaridan nurg'un o'rnaklar kirgizilgan. Cho'nqur ma'nilar go'zal xat bilan javlon qilib qalb xotiringizga o'chmas naqsh salolaydi. Hikmat va go'zallik shaydolarini uningdan o'zgacha zavq va naf ololaydi. Bu qomusdan milliy til yoziqning o'chmas nurini ko'ralaysiz. Bu qomusdan milliy til yoziqning qimmatini, nopozini his qila olasiz. Bu qomusni ko'rsangiz, nimani e'tiborlab saqlashni, nimani eng yaqin odamingizga sovg'atlik qilishni bilalaysiz. Tavsiyamiz shuki, bu qomus mendimi, sizdimi bo'lsin. Hammamizga tabarruk bo'lsin, yodnomi bo'lsin.